Bugun biz davlatchiligimiz tarixida beqiyos o'rin tutgan 2-Renessans bunyodkori, buyuk sarkarda va adolatli hukmdor Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan to'planib turibmiz. Bugun tarix ko'rgan buyuk lashkarboshlari, buyuk davlat arboblarini ichidan eng birinchi o'rinda joy olgan shaxslardan biri bu bizning o'lkamizda yashar, mana shu yerda o'zini davlatchiligini qurgan Sohibqiron Amir Temur bobomiz hisoblanadi. Amir Temur va Temuriylar davrida islom dini va ulamolarning jamiyatdagi roli masalalarini batafsil ko'rib chiqish, shuningdek shaharsozlik, me'morchilik, san'at, fan, diplomatiya va boshqa masalalarni o'rganish katta ahamiyatga ega.